Ma anımız nime deydi, ma anımızın gepini bir anlangla. Musabay bolam. Men 95 yaş kirgen bir mamay. Doyunlarını acımız körmen. Sizni kündü körüp sizni şundak toymaya qarayman. Siz şunçilik esil balkensiz, kembag'al namratlarga, og'riqlarga qaravatsiz, kech-kechilar so'q demay dehqonlarning tam qo'llarini setib, shundoq yaxshi ishlarni qilyapsiz bolam. Sizni boqqan ota-onangizga minglarcha rahmat o'qiyman. Siz ma shunchalik yaxshi ishlarni qilganingizdan men faxrlanib, ko'zlarimdan issiq yoshlar chiqib ketdi bolam. Yaxshimi qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Mana sizlar ko'rgandek 90 yoshdan oshgan bu onimiz do'yinga men uchun so'zlab film yo'llabdi. Amaliyot 90 yoshda oshgan onimiz do'yinga chiqmaydi, so'zlamaydi, lekin men uchun meni yoqlab, men tarafda turib film yo'llabdi. Shundoq suyundim, xursand bo'ldim. Ana qanday ahvolingiz? Balki shu filmni sizmi ko'rishingiz mumkin. Filmingizni men ko'rdim, shundoq suyundim. Rahmat. Güzel tilaklarni tilabsiz. Şu güzel tilaklarınız sizge hem yar bolsun, texmi uzun ömür görüşünüzni, texmi salamet sağlam buluşunuzni ümit qilman. Degandekidek men yaxshi ishlarni qildim. Nurg'un qarindoshlarning qalbida yaxshi ataldim. Lekin meni ko'ranmaydigan bir turkum axlatlarning nazarida men eski odam ataldim. Amal yo'q, bu dunyo shundaqki ana. Hamma odam yarab bo'lanmaydi ekanmiz, hamma odamni rozi qilib bo'lanmaydi ekanmiz, hamma odam yaxshi bo'lib bo'lanmaydi ekanmiz. Mening hamma odamga yarash, yaxshi bo'lish, hamma odamni rozi qilish majburiyatim yo'q. Sizlar qo'shash, rozi bo'lganlar bo'lsanglar bo'ldi. Sizlar qo'shash, meni suydigan, yaxshi ko'radigan odam bo'lsanglar bo'ldi. Balkim siz maktabda o'qimagan bo'lishingiz mumkin, ana maktab qarshi ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. Lekin mushu holatda men sizning qalbingizdan o'rin olalabdimi? Va o'zimning tatgan jafolarimdan, qilayotgan ishlarimdan suyundim, tatgan jafolarimga rozi bo'ldim. Lekin mushu hozir jamiyatimizdagi bir turkum maktab qarshi ko'rgan, lekin shu doshqal axlat meni ko'ranmayotgan shu iflos ablahlarning nazaridan o'rin olamadim, ko'nglidan o'rin olamadim. Balkim bu nima sabab bilmadim. Balkim ular menchilik qilamagan bo'lishi yoki hey, Musabay qilib ketdi-ku, bosh ko'tarib ketami? Pulni Musabay tep ketami? Va yoki biz shuningda qilolmay qolamizmi deb ansirab, ich tog'liq qilib qo'nglari etishib, balkim men shundaq o'shmanlik nazarida qarayotgan bo'lishi mumkin. Lekin men uningga parvo qilmayman ana. Lekin shundaq suyundim. Mushu gaplaringiz yurkimning qat-qatlariga o'rin etgatdi, qat-qatlariga badi. Rahmat ana. Meni g'ajaydigan bir turkum axlatlar uchun men kalli qatirib jumayman ana. Rahmat, shundaq suyundim. Mushu yoshqi kapmi, mushu Musabay uchun bir so'zlab, yaxshi tarpin qilib, do'yinga film yo'llay deb, mushu g'ayratga kelib men uchun film ishlabsiz. Bak suyundim ana. Ailangiz, ballalaringiz, navirlaringiz, bütün avlodingiz salomat bo'lsin, ishlari utuqliq bo'lsin, yo'llari ravan dog'dan bo'lsin. Mangu salomat bo'linglar. Mangu tinch amallik yor bo'lsin. Rahmat ana.